e'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta kasbni o'ziga yarasha xarakteri, o'ziga yarasha qanaqadir ko'rinishi bor. Ya'ni yoningizga bitta parikmaxir bilan bitta tikuvchini qo'ysangiz, siz ular o'tirgan holatida siz bittada aytib berasiz, kim tikuvchi, kim parikmaxir. Qayerdan farqlaysiz? Aytishingiz mumkin, ular chiroyli bo'ladi, o'zlariga qaragan. To'g'ri. Nima uchun degan savolim bor-da. Hammasi ko'p kuzataman. Tikuvchilarni masalan, masalan, atelyega kirib qolsangiz, hech qachon siz ko'rmaysiz. O'qiganligi to'g'risida gрамотаlar kamdan kam atelyelarda bor-da. Lekin parikmaxirlarga, salonlarga, qanaqadir kosmetologlarga, hattoki oddiy kiprikchiga ham borsangiz, hattoki oddiy manikyur qiladiganga ham borsangiz, ularning xonasida mana shunaqa sertifikati to'la bo'ladi. Ya'ni o'qiydi, bilim oladi, yangiliklarga qiziqadi, lekin nimagadir bizani tikuvchilarda mana shu narsani ko'rmayman. Bor, lekin juda ham kam. Har doim bularni o'qishdan qo'rquv ajratib turadi yoki komfort zonadan chiqishdan. Yaxshi-ku, klient kelib turibdi-ku, chunki klient keladi-da. O'sha 20 mingga tiktirishga ham, 50 mingga tiktirishga ham o'sha klient kirib kelaveradi. Ular o'shanga o'rganib qolgan, chiqishni xohlamaydi. Yillar davomida bitta mashinkada o'sha nimqorong'u xonada o'tirishlari mumkin. Va bu narsa ularni mana shunday o'ziga bo'lmagan qo'rquvi, ishonchsizligi bir ko'rinishda aqlanib qoladi. O'shaning uchun hurmatli tikuvchilar, bizani ham o'qiydigan vaqtimiz keldi.